Bu fasonda nimaga yaxshi ko'rishadi ayollar? Fason sal ixchamroq o'xshab turadi. Qoliplari juda chiroyli chiqqan. Tikilish fasonlari ham, shimlari ham juda udobli chiqqan. Bu fasonimizning materiali haba lafsam bo'ladi. Bu stoyka yoqa emas, kostyum yoqa emas, yoqasiz deymiz. Yozda ham udobli bo'ladi, chunki yozda kimdir stoyka yoqani yoqtirmaydi. Xo'p, buni endi orqa tomoni, mana orqa tomonlariga bunaqa chiroyli qilib chok tushirishgan. Ikkita tomondan ham mana tikilgan fasonlarini ko'rsalar ham bo'ladi. Keyin bu yerda ikkita belvoq qo'ygan. Bu formalarimizda 4 xil rangi bor degandik. Assalomu alaykum YouTube kanali kuzatuvchilari. Navbatdagi obzor videomizni boshlaymiz. Videomizni davomini ko'rishdan oldin shu joyda pauza qiling, kanalimizga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Xo'p, biz obzor videomizni boshlaymiz. Videoda oxirida narxlarni aytib boraman, razmeri va narxlari oxirida. Xo'p, bugun navbatdagi formamiz, ko'rsatishdan oldin bir gap aytib qo'yik. Deyarli 1 yildan beri ayollar eng yaxshi ko'radigan fason, hozirgi kunda kamida 1 yilda eng ko'p sotgan fason, shuning uchun obzorga olib chiqdik. Bu fasonda nimaga yaxshi ko'rishadi ayollar? Fason sal ixchamroq o'xshab turadi. Qoliplari juda chiroyli chiqqan, tikilish fasonlari ham, shimlari ham juda udobli chiqqan. Xo'p, bu formamiz 4 xil rangi bor. Bu formamiz qaysi edi? Mana formamizda firmasini mana ko'rsalar ham bo'ladi. Aziason degan firma bu. Biz Aziason deymiz. Aytib ketgan shu. Bu fabrichniy ishlab chiqarish emas. Bu fasonimizning materiali haba lafsam bo'ladi. Keyin buni ranglari qanaqa? Rangini keyin aytdik. Sizlarga fason tushuntirib beraman. Bu stoyka yoqa emas, kostyum yoqa emas, yoqasiz deymiz. Yozda ham udobli bo'ladi, chunki yozda kimdir stoyka yoqani yoqtirmaydi. Yoqasiz variant. Keyin oldi qismlari polniy knopka bo'ladi bularda. Keyin oldi qismida cho'ntaq yo'q, yuqori qismida cho'ntaq yo'q, lekin bunaqa lentishkalar qo'yib qo'ygan, juda chiroyli qilib tikishgan. Keyin bunday qilib fason ham qo'ygan, oldiga choklarini fason qilib, menimcha kadrda ko'rinyapti shekilli bu. Xo'p, bu choklari bu yerdan juda chiroyli chiqqan. Shu ham ancha fasonni ochadi. Kiyganingizda ko'rinishi chiroyli turadi. Keyin buni pastga ikkita cho'ntagi bor, ikkita yon cho'ntagi deymiz. Bularga yuqori qismiga knopka qo'ygan, fasonga qo'ygan. Keyin bunaqa chiroyli kantofkalar, fasonlar qo'ygan. Endi buni yenglari, yengi arosat yeng deymiz. Kimdir 3/4 ham deydi. Bu yengiga ham chiroyli qilib mana kantofkalar qo'ygan. Bu tomoni ham mana yenglari ham ancha shu kantofkalar kiyganingizda juda chiroyli turadi. Xo'p, buni endi orqa tomoni, mana orqa tomonlariga bunaqa chiroyli qilib chok tushirishgan, ikkita tomondan ham mana tikilgan fasonlarini ko'rsalar ham bo'ladi. Keyin bu yerda ikkita belvoq qo'ygan. Belvoqlarimiz fasonga qo'ygan. Bunaqa bog'lash uchun emas, faqat fason uchun. Keyin bu yerda kantofkalar ham qo'ygan, ikkita knopkasi bor. Bu orqa tomoni ko'rinishi. Bu formalarimizda 4 xil rangi bor degandik. 4 xil rangi qanaqa bo'ladi? Tepasi oq, shimi tomni siniy rangi bor. Bu ko'rsatganim, to'g'risini aytaman, eng ko'p sotadigan rangimiz shu. Ko'pchiligi ma'qul keladigan. Undan keyin yaxshi sotayotganimiz bunisi bor. Tepasi oq, shimi seri bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi tepasi oq, shimi havo rang bo'ladi. Bu havo rangligi. 4-rangi orada, to'g'risini aytaman, kam chiqadi. Orada chiqib qoladi, go'ybat tugab qoladi, go'ybaydi bo'ladi. Bu rangimiz havo rang bo'ladi mana. Buni materiali hozircha jinsovka. Menimcha bundan keyingi partiyalar lafsan chiqadi. Xo'p, endi bularda qaysi ma'lumot qoldi? Materialini aytdik, ranglarini aytdik, fasonlarini aytdik. Ha, razmeri bilan narxi qoldi. Bu fasonlarimiz razmeri qanaqa edi? 44 dan boshlanardi. Ba'zilari 56 gacha, ba'zilari 60 gacha chiqadi. Bu ishxonani holatiga qarab-da, ishlab chiqaruvchining holatiga qarab, ba'zida 56 gacha, ba'zida 60 gacha chiqadi. Shunda zakaz qilishingizda borini imkon qadar qilib beramiz. Xo'p, narxlari bu formalarimizni hozir kunda 210 ming so'm qilib beryapmiz. Kimgadir forma yoqqan bo'lsa, quyidagi nomerga yoki Instagram, Telegram orqali maxsus adminlarga yozib, yoki lentani ko'rib talasalang bo'ladi. Bu yerda bitta narsani unutdik, videoda oxiriga nasib qoldi. Bu fasonimizni shimini ko'rsatmadik. Bu forma kofta shim bo'ladi. Shimlari mana buni ko'rsangiz bo'ladi. Ixchamroq ishlagan. Hozir men sizlarga 44-46 razmerni ko'rsatyapman. Buni ko'rsalar mana cho'ntagiga bunaqa kantofka ham qo'yadi. Kiyganda ham juda chiroyli turadi. Bu shimlari mana tikilishi, fasonlari. Bu kiyganda yana ham chiroyli turadi. Endi men hozir bu prosta olib ko'rsatyapman shunchaki, lekin ayollar buni kiyishganda juda ko'pchilikga ma'qul kelgan. Xo'p, shimlarini ko'rsatdik, formani obzorini ko'rsatdik, narxlarini aytdik. Zakaz qilish uchun ushbu raqamga telefon qilaverasizlar. O'zbekistonning barcha viloyatlariga pochta xizmatimiz bor. Bizni kuzatib boringlar. Keyingi videolarda qanday formalarni olib chiqishimizni kommentariyada izohlarda yozib qoldiringlar yoki qandaydir savollaringiz bo'lsa, qandaydir taklif bo'lsa, bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, bizni kuzatib boringlar.